Assalomu alaykum. Bugungi kunda dasturlashni boshlamoqchi bo'lsangiz, quyidagi savol sizni aniq qiynaydi. Sababi hozirgi kunda dasturlashning yuzlab yo'nalishlari mavjud. Keling, bugungi videoda sizlarga dasturlashning 4 yo'nalishi haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Bular frontend, backend, mobil va IA yo'nalishlari. Deyarli hamma yangi boshlayotganlar mana shu 4 yo'nalishdan birini tanlaydi. Bugun ularning vazifalari, ishlatadigan texnologiyalar va kimlar uchun mosligini ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi yo'nalishimiz front-end yo'nalishidan boshlaymiz. Front-end yo'nalishida siz o'rganishingiz kerak bo'lgan texnologiyalar HTML, CSS, JavaScript hisoblanadi. Siz HTML, CSS o'rganganingizdan keyin Sass, Bootstrap, Tailwind CSSlarni o'rganishingiz kerak va hozirda ko'plab loyihalarda talab qilinadi. Va siz keyinchalik Vue, React, Angular kutubxona va frameworklaridan birini o'rganishingiz kerak bo'ladi. Shundagina front-end dasturchisi sifatida ishlashingiz mumkin. Demak, front-endda o'rganishimiz kerak bo'lgan texnologiyalarni ko'rib chiqdik. Biz front-endni endi qanday tasavvur qilamiz va front-end qanday ishlashini ko'rib chiqamiz. Sizda brauzerlar bor. Siz telefonda yo kompyuterda bu brauzerlarga duch kelgansiz. Demak, brauzerlar orqali siz qidiruv oynasiga biror bir ma'lumot qidirish uchun uni qidirishni tugmasini bosasiz va ma'lumotlar chiqib keladi. Sizga yuzlab ma'lumotlar, havolalar chiqib keladi va birortasiga kirgan vaqtingizda sizga saytlar ochiladi. Bu saytlarni ko'rinish qismi, ya'ni turli xil tugmalar, rasmlar, boshqa matnlar hammasi bu front-end qismi hisoblanadi. Sizga ko'rinib turgan barcha qismi va siz hozirgi kunda front-end qismini tayyorlayotgan vaqtingizda faqatgina kompyuterlar uchun emas, balkida mobillar, ya'ni mobil telefonlar, planshetlar, 4K monitorlar yokida boshqa qurilmalar uchun moslashtirib tayyorlashingiz kerak bo'ladi. Yana bitta faktni keltiramiz. Google'ni qidiruv tizimida siz agar saytingiz faqat noutbuklar uchun yoki kompyuterlar uchun tayyorlangan bo'lsa, mobil telefonlar uchun saytingiz moslashtirilmagan bo'lsa, qidiruv tizimida saytingiz yuqorida ko'rinmaydi. Demak, hozirgi kunda sayt talablari barcha qurilmalarga mos kelishi kerak va har bir qurilmada yaxshi ishlashi kerak. Front-end qismi siz ko'rib turgan mana saytingizdagi barcha narsalar front-end qismida amalga oshiriladi. Ya'ni rasmlar joylashtirish, tekstlarni qo'yish, turli xil elementlarni planshetda mana bunaqa ko'rinishda, noutbukda bunaqa ko'rinishda, mobilda bunaqa ko'rinishda va ularni o'lchamlari, kichrayishlari hammasi front-end qismida amalga oshiriladi. Demak, front-end qismi haqida qisqacha ma'lumot shu. Endi front-end qismi kimlar uchun? Front-end qismi sizga dizaynlar yoqsa, turli xil, masalan, dizayn ko'rinishlar, saytlarni ko'rinishlari yoki elementlar yoqsa, natijani tez ko'rishni istasangiz, turli xil animatsiyalar, matnni animatsiyalari yokida rangli animatsiyalar yoqadigan bo'lsa, ranglar bilan ishlashni yoqtirsangiz, siz front-end qismida o'zingizni yaxshi his qilib va yaxshi front-end dasturchi bo'lishingiz mumkin. Biz front-end qismi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tdik. Endi keyingi yo'nalishga o'tamiz. Keyingi yo'nalishga o'tishimizdan oldin bu rasmga diqqat bilan e'tibor bering. Front-end bilan back-end deyarli yonma-yon. Front-end qismi ko'rib turganimizdek rasmda icebergning eng kam qismini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni ko'pchilik back-end qismini ko'rmaydi. Front-end qismiga qarab baho beriladi saytlarda ham. Demak, saytimizda ko'rib turgan kichkinagina joyimizni, uni back-end qismi shunaqa katta bo'lishi mumkin. Demak, backend qismini boshlaymiz. Backend qismida siz Java, Node.js, PHP, Python va boshqa dasturlash tillarini o'rganishingiz mumkin va PostgreSQL va boshqa ma'lumotlar bazalarini o'rganishingiz kerak bo'ladi. Backend dasturchi sifatida o'rganishingiz kerak bo'ladigan ba'zi texnologiyalar bular hisoblanadi va bizda backendda API degan texnologiyamiz bor. API bu rasmni pastida quyidagicha ko'rishingiz mumkin. Ya'ni siz biron bir restoranga tashrif buyurdingiz va restoranni tashqi ko'rinishi, dekorativ qanaqadir elementlar sizga restoranga chiroy berib turgan barcha narsalar bu front-end qismi hisoblanadi va
Siz menyuda biror bir ovqatni buyurtma bermoqchisiz. Bu buyurtmangizni ofitsiantlar qabul qiladi. Bu ofitsiantlarni EPA deb olishingiz mumkin. Ya'ni ofitsiantlar sizni buyurtmani qabul qiladi va oshxonaga yetkazadi. Oshxonada sizni buyurtmangiz asosida taom tayyorlab, sizga yana ofitsiantlar taomingizni olib borib beradi. Bu EPA vazifasini ofitsiantlar bajaradi. Backend vazifasini esa oshxonadagi oshpazlar bajaradi. Demak, undan tashqari backendda siz turli xil mana bunaqa dasturga kirish uchun login parollar saqlash yokida Face ID'lar yoki barmoq izi skanerlari bunaqa texnologiyalar va bu qismlar bilan ham ishlaysiz. Endi sizga tanish bo'lgan mana bunaqa forma, ya'ni bu forma deyiladi. Bu frontendda tayyorlanadi. Ya'ni siz ma'lumot kiritadigan qismlaringiz va tugmalaringiz frontendda amalga oshiriladi. Siz biron bir saytga tashrif buyurgansiz va ro'yxatdan o'tmoqchisiz saytdan. Aynan o'sha vaqtda sizga ro'yxatdan o'tayotganingizda username, parollaringizni so'raladi mana bunaqa qismlarda va siz ularni kiritasiz va ro'yxatdan o'tish tugmasini bosasiz. O'sha vaqtda ma'lumotlaringiz backendga yuboriladi. Backend esa sizni ma'lumotlaringizni bazaga saqlaydi. Keyingi safar kirish, endi ro'yxatdan o'tish qilmaysiz va kirish tugmasi orqali kirmoqchi bo'lganingizda username va parolingiz so'raladi. Va siz oldin ro'yxatdan o'tayotganda tergan username parollaringizni terasiz bu joyga va yuborish tugmasini bosganingizdan keyin kirish tugmasini bosganingizdan keyin ma'lumot backendga borib bazada sizda ma'lumotlaringiz tekshiriladi va solishtiriladi. Agar hammasi mos keladigan bo'lsa, sizni tizimga kiritadi. Bu backend qismi shu tartibda ishlaydi. Endi backend kimlar uchun? Backend mantiqni yaxshi ko'radiganlar, matematik fikrlashi kuchli bo'lganlar, keyin server bilan ishlash uchun qiziqqanlar, kod yozishni yoqtirganlar uchun backend qismini maslahat beramiz. Endi biz keyingi yo'nalishimizga, ya'ni mobil yo'nalishimizga o'tamiz. Mobil yo'nalishimizda o'rganishimiz mumkin bo'lgan texnologiyalar Flutter, React Native, Kotlin va Swift hisoblanadi. Biz bu texnologiyalarni o'zimizga mosini tanlab o'rganishimiz kerak bo'ladi. Bizga hozirgi kunda ko'proq Flutter va React Native'da ko'proq o'rganuvchilar bor. Sababi turli xil startaplar va kichik biznes uchun dasturlar aynan Flutter va React Native'da amalga oshirilyapti. Sababi bitta kod yozasiz, siz ham Android ham iOS qurilmalarida ishlatishingiz mumkin bo'ladigan dastur yaratishingiz mumkin bo'larda. Lekin siz faqat Android uchun dastur yaratmoqchi bo'lsangiz, Kotlin orqali amalga oshirasiz bu ishni. Faqat iOS uchun dastur yaratmoqchi bo'lsangiz, buni Swift orqali amalga oshirasiz. Bularni ba'zilarini Flutter, React Native'larida ham kamchiliklari bor. Uni siz chuqur o'rganish natijasida ko'rishingiz mumkin. Demak, bu mobil dasturchilar amalga oshiradigan dasturlar quyidagilar masalan Facebook, Telegram, Instagram, Paynet, Click, Payme. Siz bu dasturlarni ishlatib ko'rgansiz, ya'ni bundan tashqari telefoningizda bor boshqa dasturlarni ham aynan mobil dasturchilar amalga oshiradi. Endi mobil dasturchilar masalan ko'plab telefonlardagi programmalar, kichik biznes va startaplarni amalga oshiradi. Siz agar mobil dasturchi bo'lmoqchi bo'lsangiz, telefon ilovalari yoqsa sizga, bizneslar uchun dasturlar yaratishni xohlasangiz, turli xil mobil startaplar qilmoqchi bo'lsangiz, agar o'zingizning ilovangizni yaratishni orzu qilayotgan bo'lsangiz, siz mobil dasturlashni o'rganishingiz va yuqorida aytilgan texnologiyalardan birini tanlab o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Va bizda keyingi texnologiyamiz, yo'nalishimiz bu AI yo'nalishi hisoblanadi. AI yo'nalishida asosan texnologiya bu Python hisoblanadi va AI dasturchilari bu qismlarga bo'linadi. Masalan, Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning, LLM, Prompt Engineering. Siz bularni o'zingizga moslarini o'rganishingiz mumkin va AI dasturchilar o'zi nima ishlar qiladi? AI dasturchilar ChatGPT kabi tizimlar yaratadi, tavsiya beruvchi algoritmlar tuzadi, yuzni aniqlash, rasm yaratadigan modellar ustida ishlaydi.
ovozni tanish va ovozni matnga aylantirish modellari ustida ishlaydi va boshqa sun'iy intellekt tizimlarini amalga oshiradi. Endi bu AI yo'nalishi kimlar uchun? AI yo'nalishi matematikani yaxshi ko'rsa, Python yoqsa, ya'ni Python dasturlash tilida kod yozish yoqsa, AI texnologiyalariga qiziqsa, tadqiqot qilishni yoqtirsa, bu bemalol AI yo'nalishini o'rganishi va u yo'nalishda ishlashi mumkin. Yana AI yo'nalishi haqida ko'proq ma'lumotni siz qidirib izlashingiz mumkin va bu AI yo'nalishi hozirgi kunda eng zamonaviy kasblardan biri bo'lib kelmoqda. Xo'p, biz hozirgi vaqtda 4 ta yo'nalishni ko'rib chiqdik. Siz o'zingizga mos frontend, backend yoki mobil va AI yo'nalishlaridan birini o'rganishni boshlashingiz mumkin. Videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like, kommentariyada qo'llab-quvvatlang va kanalga obuna bo'ling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.